Nima? Assalomu alaykum. Menga ham kontragimga 500 ming yetmayapti. Tashab bering. Aktiv obunachizman. Karta ham sirazi qoldiribsizmi? No problem. Ko'p meni kuzatadigan o'g'il bolalar yozadi kommentariyaga. Siz faqat qizlarga tashaysizmi deyshadi. Men odam ajratmayman, to'g'risi. Mana shu kommentda ham mana o'g'il bola yozgan ekan. Kartalari ham mana o'g'il bolaning ismi. Xullas hozir tashaymiz, ko'rasizlar. O'zlaring guvohi bo'lasizlar. Men odam ajratmayman. Siz kommentariy yozavering. Istoriyalar kuzating. Mana Telegramga o'tib yozing ko'proq. Ko'pincha men Telegramdan tanlayman-da. Telegramga ham o'tib yozinglar. Men mana bunaqa pullarni qo'ldan kelganicha ko'ngildan chiqarib o'tkazib beraveraman. Mana qaranglar, kod keldi, terildi. Mana hozir pul o'tadi. Mana ko'zlaringning oldida screenshot, boshqa narsa emas. Mana hammasi haqiqiy. Mana obunachimizning ismi Jaraqulov Dilshod ekan. Jaraqulov Dilshod. Mana qoldirgan kartalari 4865 oxirgi raqami ko'rib turibsizlar. O'tkazib beryapman. Odam ajratish yo'q. Qiz bolamisiz, o'g'il bolamisiz? Men ko'pincha Telegram kanalimga komment yozganlardan tanlayapman. Siz ham hoziroq profilni shapkasi bo'yicha Telegram kanalimga o'tib, SMSlarni yozavering. Men обязательно ko'raman va mana bunaqa pullarni o'tkazib beraman. Va mana bu kommentariyaga yozib qo'ying. Telegramda obunada bormisiz? Borman, hamma joyda obunada deb yozib qo'ying, men bilay va obunani tekshirib pullarni o'tkazib beraveraman.